Ассаламу алейкум, мои братья и сестры. Субханаллах, нахожусь в Кыргызстане. Тут семья очень нуждающаяся, живут в школе, заброшенной школе. Оказывается, вот наша сестра, оказывается, здесь училась. Она была замужем, но муж ушел, родители развелись. Был один брат родной, который помогал, он тоже умер, покинул этот мир. То есть они моются вот здесь. Вот смотрите, субханаллах. Здесь моются, здесь, если есть продукты, картошка или лук, здесь, оказывается, жарят, кушают. Абсолютно не едят, потому что у них нету. Я приехал за 200 километров сюда, вот эту семью. Зимой даже нет, вот смотрите, окон, да, субханаллах. Я сделал и на узбекском, и на кыргызском видеообращение. Хочу еще на русском сделать. Если кто хочет помочь, они сейчас на русском не разговаривают. Үйді бір içini көрсетіп қоялық yana. Смотрите, 4 ребенка, да, вот мать сама больная, она не может работать, потому что лялька маленькая. Вот такая вот обстановка, субханаллах. Вот сколько смогли мы сейчас продукты привезли на первые необходимости. Смотрите, клеенкой все закрыто. Она плачет, говорит, зимой тут очень холодно. Здесь, говорит, зимой топили печку, чтобы этот дым выходил. Здесь был пожар. Это все принесли соседи. Здесь зимой холодно. Знаете, как дети греются? Дети греются, вот горячую воду набирают в баклажку, да, бутылки вот эти. И вот этим они зимой греются. Ребята, пожалуйста, максимально репост сделайте. Сейчас я оставлю ее карту, кыргызскую М-банк. И поставлю карту свой Тинькофф, потому что у нее нету карты российской. Если из России кто-то хочет помочь, я оставлю, сколько наберется. Постарайтесь ей отправить. Если не получится, отправьте мне. Все соберу, я принесу. Я сейчас приехал за 200 километров им помочь. То есть они временно тут живут, могут здесь тоже снести. Везде все течет. Обстановка очень тяжелая. Сами все смотрите, видите. Вот, оказывается, отсюда тоже все течет. Из-за этого, братья, максимальный репост. Если отсюда их выгонят, им просто некуда идти. И должны помочь, хотя бы обеспечить им какое-то жилье. Ради Аллаха, пожалуйста, распространите это видео. В скором времени, иншаллах, мы этой семье поможем. Всем ассаламу алейкум. Akalar, iltimos, Alloh uchun maksimalniy repost, maksimalniy like, подписка. До конца нашего видео ko'ringlar, ilamasdan iloji yo'q. Akalar, ukalar, Allohning yo'lida, Alloh rizoligi uchun shu videoga bitta like bosib, repost qilib, kommentariy yozib, podpisatsiyani ham unutmanglar. Akalar, hamma ishimni tashlab 200 kilometrga Qoratosh degan yerga keldim. Do konca ko'ringlar, o'zingizlar yig'lamasdan ilojisi yo'q. Yuring aka. Qo'limizdan kelganicha hozircha keldik akalar. Yuringlar, sizlarga ko'rsatay. Subhanalloh. Akalar, iltimos sizlardan только repost, kommentariy, like, podpiska, bu bizga juda ham muhim narsa. Akalar, 10 ming so'm beraman agar mana shu yerda sizlar bir kun yashasanglar. Bir kun mana shu yerda tirikchilik qilib yashasanglar, men sizlarga 10 ming so'm beraman. Subhanalloh, mana bu maktab ekan, ko'ryapsizlar, maktabda iloji yo'q, yo'qchilikdan odamlar yashashyapti. Subhanalloh. Hozir sizlarga bir video qilaman. Assalomu alaykum acha, tuzingmisiz, tinchmisiz, sog'liklaringiz yaxshimi? Mashalloh, mana iloji yo'q, biz ham sizni ahvolingizni ko'rib, chidamasdan, julik dash bermasdan keldik. Mana subhanalloh. Qozim, assalomu alaykum. Ke ko'rishib qo'y. Ko'rish. Ay, mashalloh, ko'rish, salom qil. Voy, mashalloh. Atingim? Ay, mashalloh. Opa, mana shu yerda yashaysiz. Subhanalloh, situatsiyani bir tushuntirib bering. Nega bu yerda yashayapsiz hozir? Uyum yoktan turmuşlarla bolboy kaldı içine turmuşum ama. Onların atası yan ketip kaldı, başka evlenip kaldı yani. Dağı bir turmuşkaya çıktım hele. O dağı buları da vurup kayra şöyle kilip yaşamıştım. Mana shu yerda yashay, uy yo'q. Uy yo'q, qishda o'ta qiynalmasın hozirda. Qishda mana qaranglar akalar, eplab mana klyonkalar qoqib, eplab to'sib, binasalar qilib, mana narsalarni ham nerdagi el yordam berdi. To есть echteka yo'q ele. Hozir nechta farzandingiz bor acha? 4 ta bolam var özüm benim. Hozir bu cho'ng bolangizmi? Bu nechinchisi bu? 4-inchisi.
Bundan kichkinasi dag'i bormi? Subhanalloh. Yurinchi kiraylikchi, maylimi? Obstanovkani polni ko'rsatay. Akalar, hamma ishimni tashlab 200 kilometrdan keldim. Nimaga? Mana shu ejamiz menga yig'lab, nonimga ham pulim yo'q dedim. Yurak ko'tarmadi. Men yana bir marta aytyapman, mana shu sharoitda yashasanglar 10 ming so'm deb. Mana qaranglar, yuring eja, o'zingiz bir ko'rsating. Kiravering. Mana qizim, assalomu alaykum. Mana kichkina qizimiz ham bor ekan shu yerda. Mana qaranglar sharoitni. Aynek yo'q ekan. Aynek yo'q, вообще yo'qmi aynek? Yo'q. Bu aynek ham yo'q, mana qaranglar. Eplab plyonkaga to'sib. Mana Ularni ham birilar bergan. bulardagi birovlar bergan ha, epdi. Mana qarang. Va Alloh, subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Mana kichkinaligini qaranglar. Akalar, shu holatni ko'rib ham, mana shu videoni mana shunday o'tkazib yuborsanglar. Apa, sizda hozir M-bankingiz bor-da? Bor. O'zingizniki rossiyskiy qartachi? Kartam yo'q. Rossiyadan ham odamlar yordam bergisi kelsa, anda men o'zimni kartamni qo'yim, polni sizga отчет qilib, nech pul tushsa ham olib kelib beraman. Qizim, elga nima deb suranching bor edi eldan? Bizga uy kerak. So'ra, mana el seni ko'ryapti, so'ra qizim. Biz murundan beri, qishdan beri yashadamiz bu yerda. 3 tavuz, Qiyin. uylar bo'lsa bo'ldilar. Inshaalloh. Mana qaranglar, mana norisatlar. Subhanalloh, bu kichkintoylarni qaranglar, akalar, ukalar. Iltimos, mana sharoit вообще даже aynagi ham yo'q. Bitta maksimum repost tarqatib yuboringlar. Iltimos sendan. Shu o'sha bo'ldi, ochiq qazab. Produktim ne bo'lyapti? Produktim mana kecha menga telefon qilib, nonga ham pul yo'q dedi. Mana o'zim guvohman. Nonga pul yo'q dedi. Opamning kartasiga jo'natib o'sha chidamay o'zim keldim mana. Mana qaranglar, mana jajjini. Aha. Qo'shnilar u yoqdan bu yoqdan olib kelishadi, ep turamiz. Subhanalloh. Eje, bugundan boshlab inshaalloh men harakat qilaman. El menen, qirg'iz eli, o'zbek eli menen, Jeta oblast menen men harakat qilib, sizlarni bu kunda qoldirmaymiz inshaalloh. Eje, siz duo qilib turing. El duo qilib tursa inshaalloh hammasi bo'ladi. Rahmat sizlarga.